Tashqarida shovqin, atrofingda odamlar, lekin iching bo'mbo'sh. Gaplashasan, kulasan, odatdagidek yashaysan, lekin yurakning bir chekkasida og'riq turibdi. Uni hech kim ko'rmaydi, hech kim tushunmaydi. Lekin shuni bil, sen yolg'iz emassan. Dard berilgan bo'lsa, demak sabr ham berilgan. Og'ir kunlar o'tib ketishi uchun kelgan. Har bir sinov seni sinash uchun emas, yuksalishing uchun berilgan. Bir kun ortga qaraysan va bu kunlar uchun ham shukr qilasan. Chunki hozir seni qiynayotgan narsa ertaga seni kuchliroq qiladi. Bugun qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu doim shunday bo'ladi degani emas. Unutma, tong qorong'ulikdan keyin keladi.